Virtual hayot, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi yolg'on hayot, sun'iy hayot yoshlarimizni, farzandlarimiz tarbiyasini buzyapti. Bugun ba'zi bir blogerlar chiqib, yetgan ovqatini, ichayotgan suvini, kiygan kiyimini, to'yini yoki chet elga chiqib dam olishlarini ijtimoiy tarmoqqa qo'yib, hammaga ko'z-ko'z qilyapti. Hammaga maqtanyapti. Buni ko'rgandan keyin har qanaqa odam shu narsani qilgisi keladi. Ya'ni tabiiy holatda inson buziladi, axloqi shu narsani orzu qiladi. Lekin biz ergashadigan, taqlid qilishimiz kerak bo'lgan hayot kim hayoti? Sahobalar va sahobiy onalarimizning hayotlari. Sahobiy onalarimizning hayotlarini qarang. Fatima, Oysha onalarimizning hayotlari. Mana shu hayotga taqlid qilishimiz kerak emasmi? Shu yosh ayollar masalan erini rozi qilib, xizmatini qilib, farzand tarbiya qilib, ahil bo'lib yashayaptimi? Mana shu haqiqiy havas qilinadigan hayot. U g'arb hayoti, u ijtimoiy tarmoqdagi sun'iy hayot, yolg'on hayot.